Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2025 yıldan 2027 yılgacha davam qiladigan 18. navbatli kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlar ichida Xitoyni o'z ichiga olgan 57% davlatning kishilik huquqini dafsan qiluvchi davlatlar bo'lishi, Birleşken Devletler Teşkilatı haqida tadqiqot olib boradigan mutaxassislar va kishilik huquq faoliyatchilarining andishlariga sabab bo'lmoqda. Kishilik huquq kengashining bu qatimqi 18. navbatli kengashining raisligini Shveysariya o'z ichiga olgan bo'lib, a'zo davlatlar ichida Xitoy, Kuba, Qatar, Sudan, Aljeriya, Boliviya, Kuvayt, Burundi, Vietnam, Qirg'iziston, Bangladesh va Kongodek davlatlarning bo'lishi haqida xalqaro qonunshunos, yozuvchi, BDTdagi siyosiy faoliyatchi Hel Noyer X hisobida 57% kishilik huquqni dafsan qiluvchi davlatlar deb yozgan. Bu haqda mutaxassislar Xitoyga yondosh davlatlar ko'proq sonni tashkil qilganligini, buningdan keyingi BDTda ilib beriladigan Uyg'ur va Tibet masalasi haqidagi faoliyatlarning ba'zi qiyinchiliklarga duch kelish mumkinchiligini ilgari surmoqda. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram apandi o'zining ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yib o'tdi. Budaqa a'zo qurilmasiga qaraydigan bo'lsak, ko'proq mushu 3-dunyo davlatlar ko'proq yaptı. Xitoy hamda bundaq bir ahvolda nimalarni qiladi deganda hamda inson haqlari bilan munosabatlik masalalarni kun tartibga akilishni to'saydi. Ikkinchisi, Uyg'ur masalasini misol olgan taqdirda inson haqlari masalasini Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'iniga ilib berish va kun tartibni tashkil qilishda yoki Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi Konseyiga ilib berishi va kun tartibga opirish uchun mushu inson haqlari konseyida bir qaror ilishga to'g'ri keldi boshda. Undaqda bunimi to'siya oladi. Burun mushu Uyg'urlar haqida bu Chilendanki bir doklati bordi. Ya'ni Xitoy irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat ishlagandek turdi degan bir xulosa bilan bu doklat o'tirib chiqdi. Xitoyni bakla sharmanda qildi hamda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir doklat. Hem de bu 2025'ten 2026'gacha bunda doklatның çıkışını aldığını iliş için Xitayma tirişip geldi. Bunda bir paytda Uygurlar için bir kıyım bir yıl buludu. Şunda bu sima Garp devletlerinin ki bir kançısı var. Mesela Japonya, Fransa degende. Onun için bazı Müslüman devletler var. Yani tirişiş gerek. Türkistan'da ilip bağan bu insan hakları defsende siyasetlerini doklat şeklinde burun kandak tirişkan bolsa, bunundan ki maşına tirişip kılış gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashining 18. navbatli kengashining xizmati haqida BDT tor betida yozilishicha, bu kengash har bir davlatni davlat ichidagi kishilik huquq vaziyatini yaxshilash va xalqarodagi majburiyatini ado qilish uchun qo'llangan tadbirlar va duch keladigan xiristlarni o'ttirib qo'yish fursati bilan ta'minlaydi deb ko'rsatilgan. Yana Xitoyga o'xshash bir qism davlatlarning saylanishi haqida kengashga saylangan davlatlar BDT'ning barliq mexanizmlari bilan bo'lgan to'liq hamkorlikni o'z ichiga olgan eng yuqori kishilik huquq o'lchamiga sodiqlikni namoyon qilish kerak. Bular BDT Umum Majlisining 60.251 qarorida o'ttirib qo'yilgan shartlardir deyilgan. Keng ko'lamlik vahshiy jinoiy qilmishlarning BDTga a'zo davlatlarning davlat ichi yoki sirtida Kamerun, Xitoy, Eritreya, Arab Birlashma Xalifaligi va Sudanni o'z ichiga olgan bir qator davlatlar tarafidan sodir qilinishimi kishini andishiga soladi deb yozilgan. Navbatda mutaxassislarning bildirishicha, BDTda davomlashayotgan obort krizisi sababidan kengash moliya cheklamasiga duch kelmoqda ekan. Bu ba'zi kichik yig'inlar va yandosh yig'inlarning amaldan qoldirilishini keltirib chiqarib, kengashning iqtidorini unumli joriy qildirishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Donald Trump saylangandan buyon Amerikaning BDTga tutilgan pozitsiyasi to'g'risida aniq bir narsa demagan bo'lsa-mu, BDT a'zolari orasida Amerikaning BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasiga iqtisodiy yordamini azaytishidan andish qilmoqda ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zumratay Erkin o'zining bu haqdagi ko'z qarashini bildirib, ba'zi qarorlarga Xitoy va uning yondoshlarining qarshi chiqish mumkinchiligi haqidagi ko'z qarashini bildirib o'tdi.
BDT'da Xitoydagi diktator davlatlarning soni yaqin yillarda kishilik huquq kengayishida ko'payib ketdi. Bu albatta nurg'unlagan sabablardan bo'lgani dunyoda demokratik davlatlarning oz sonligidan. Uningdan sirt yana albatta bu BDT'da diktator davlatlarning BDT'ga bergan puli sababidan bo'lgan. Albatta bizning Uyg'ur davosiga ta'siri bor. Chunki kishilik huquq kengayishida nurg'unlagan muhim qarorlar ilindi. Harjili irqiy qirg'inchilik bo'lsin, urushlar bo'lsin, mushu temalardan qarorlar chiqdi. Demak, diktator davlatlarning soni ko'payishining bizning da'voga daxl qilish bir ehtimol. Lekin yanalam demokratik davlatlar buning ichida albatta bor. Demokratik davlatlarning soni oz bo'lsa-mu, yanalam uning sirtida mushu davlatlarning kuchi, besimi chong rol bo'ladi. Shunga biz mushu davlatlarning qo'llashidan yaxshi foydalanishimiz kerak. 10-oyda kishilik huquq kengashining saylami bo'ldi. Mushu saylamlarda demokratik davlatlarning qo'llashiga kampaniyalarni qila olishimiz kerak. BDT kishilik huquq kengashi har 4 yilda bir BDTga a'zo davlatlarning kishilik huquq xotirasini tekshirish, maxsus tekshirish guruhi qurib, davlatlar va rayonlardagi kishilik huquq ahvolini tekshirish, davlatlarning qonun ijro qilishida irqiy adolat va barobarlikni ilgari surish, kengash BDTning vahshiylik jinoyatini tahlil qilish ramkasidan foydalanib, davlatlarning kishilik huquq dafsanchilik xavfini baholash va qarshi tadbirlarni yo'lga qo'yish, keng ko'lamlik vahshiylik jinoyatining xavfi bayqalsa, maxsus yig'in ichib, munosib xalqarалық diplomatik harakatni safarbar qilishga yordam berish qatorliq faoliyatlarni ilib boradi. Kengashning 4 muavin raisi navbat bilan kengash raisini qo'llab, BDT kishilik huquq yig'iniga riyosatchilik qilish va tekshirish, davlatlarning kishilik huquq xotirasiga munosabatli paketlarni tekshirish qatorliq faoliyatlarni ilib boradi. Shvetsariya tunji qatim bu kishilik huquq kengashiga rahbarlik qilgan bo'lib, Shvetsariyaning Jenevadagi BDT bosh elchisi Yuri Lauyer mundaq deydi: "Ko'p tilliq, ko'p dinliq, ko'p madaniyatlik, demokratik qimmat qarshi, dialog va o'rtaq tonishga cho'nqur sodiq bo'lish Shvetsariyaning qimmat qarshi. Biz har qachon bu qimmat qarshimiz asosida dunyoning demokratiyasini ilgari surishga tirishimiz." Xitoy hukumati homiyligidagi hakkerlar Amerika Moliya Ministerligining iqtisodiy jazo ishlariga mas'ul ishxonasiga tor hujumi qilgan. Washington Post gazetining 1-yanvar bergan bu xabarda aytilishicha, Xitoy hakkerlari Amerika Moliya Ministerligi qarmog'idagi chet el mulkini kontrol qilish ishxonasi bilan pul muomala tadqiqot ishxonasiga tor hujum qilgandan boshqa, Amerika Moliya ministri Janet Yellenning ishxonasiga tor hujum qilishini nishonlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Moliya Ministerligi bu haftaning beshida Amerika Davlat Majlisining bir a'zosiga yo'llagan xatida Xitoy hakkerlari qo'zg'agan eng cho'ng hujumni tilga ilib, ularning maxfiy bo'lmagan bir hujjatni o'g'irlab ketganligini oshkorlagan. Biroq bu hujumdan kimning va qaysi bilimning ta'siriga uchraganligini aytmagan. Xitoyning Amerikadagi elchixonasi bu ishdan xabar topgandan keyin bundoq bir tor hujumning bo'lganligini inkor qilib, Amerika bizga qora chaplayotidi degan. Washington Post gazeti obzorchisining qarashicha, Xitoy hukumatining parda orqasida bundoq bir tor hujumi qo'zg'ashidagi maqsad Amerika hukumatining kelgusida qaysi Xitoy shirkatini pul muomala jihatida jazolaydiganligini bilishga urinib beqish ekan. Xitoy korxonalari, hukumat amaldorlari va shirkatlar doim Amerikaning jazolash obyektlari bo'lib kelgan bo'lib, Amerika hukumati buni muhim bir diplomatiya quroli sifatida foydalanib kelmoqda ekan. Amerika hukumati hatto vaqti kelsa, Xitoy bankasiga jazo cheklamasi qo'yib, Xitoyning Rossiya neftidan oladigan foydasini oziltishi, bu orqali Ukrainaga yordam berish mumkin ekan. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping 2024-yili 12-ayning 31-kuni qilgan yangi yillik tabrik so'zida Xitoyning Tayvanni qo'shib olib, atalmish vatanni birlikka keltirishiga hech kimning to'sqinlik qila olmaydiganligini jakarlagan. U bu orqali 23 million nüfusi bor Tayvandagi mustaqillik tarafdorlariga ogohlantirish bergan hamda Xitoyning Tayvanni yutib olish niyatidan voz kechmaydiganligini ta'kidlagan. Shi Jinping Xitoy markaziy televiziya stansiyasi orqali butun Xitoy fuqarolariga qilgan yangi yillik tabrik so'zida Tayvan haqida to'xtalib, Tayvan bo'g'zining ikki qirg'og'idagi xalq bir oila. Hech kim bu oila beg'ini uzalmaydi. Hech kim davlatning birlikka kelishidan iborat bu tarix muqarrarlikni to'sab qala olmaydi degan. Reuters agentligining bu vaqtda bergan xabarda aytilishicha, o'tgan bir yilda Xitoy Tayvanga harbiy tahdid silib kelayotgan bo'lib, Tayvan atrofidagi dengiz va havo bo'shlig'ida harbiy paraxod va aeroplanlarni avatib turgan. Tayvan taraf buni Xitoyning harbiy ig'vogarligini normallashtirish harakati deb qaragan. Xitoy izchil turda demokratik tuzumdagi Tayvanni Xitoyning bir qismi deb qarab kelgan bo'lsa-mu, Tayvan hukumatining buni rad qilib, faqat Tayvan xalqining Tayvanning taqdirini belgilaydiganligini, Xitoy hukumatining
Tayvan xalqining tanlashiga hurmat qilish kerakligini ta'kidlab kelmoqda. Yaqinqi yillarda Tayvan bilan Xitoy munosabatining jiddiylashib berayotganligi, bo'libmi Xitoy hukumatı bölgünçi deb qargan Lei Chingdaning 2024-yili Tayvan prezidenti bo'lib saylangandan keyin Xitoyning Tayvan bo'lgan besimi va harbiy tehdidining kuchayib ketganligi. Bu məsələnin Amerika-Xitay münasibətlərinin ən sezgir nöqtəsiga aylanıb qalğanlığı məlum. Amerikanın Tayvan münasibətləri qanunu Amerikanın Tayvanga qoral setişiga yol qoyduğan qanun bo'lib, bu səbəbdən Amerika bilan Xitayning münasibəti yamanlashib bormoqda ekan. 2022-yili Amerika əməldarları Xitay katibi Xi Jinpingning 2027-yildan burun Tayvanga hujum qildiganligini bildirgan edi. Əməliyyatda Xitay bu yil Tayvan ətrafida 2 qatimliq hərbiy manevr o'tkazib, Tayvan mustaqilchilariga ogohlantirish bergan. Zarur tepilsa, yana ilgarilab harakat qilinganligini jakarlagan bo'lib, siyosiy kuzatuvchilar bu harakatlarni Xitoyning Tayvanni qurolliq besib olish niyatining kuchayayotganligini ko'rsatdi deb qargan edi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.